Bu kofirlarni qilgan ishini qaranglarda. Musulmonlar uyalish kerak bularni oldidachi. Mana bayramga yaqin hali bizda bo'ladi-yu, bozorlarda soqol qo'yib olib, do'p kichiyib, o'zidan qorini yasagan sotuvchilar bor-ku, yangi yilga yaqin narx qo'shib o'tirganlar. O'shalar ko'rib olishlaring, hamma joyda skidka qilib tashlagan. Yeminni kalbasi, mana shu go'sht mahsulotlariga. 69 rubllik narsani 34 rubl qilib tashlagan. Ko'rib olsang, hamma joyda qizil, krasniy sena. Ko'rdingmi? Ko'rib olishlaring mana. Soqol qo'yib, karanda bo'lib turadigan musulmonlar, uyalsanglar. Mana bugun 28-dekabr. Bayramga yaqin hamma narsaga skidka qilib tashlagan. Uyalsanglar bor, uyal. 588 rubllik narsani 399 rubl qilib qo'ygan. Uyat sellarga bor-ku. Yana sellar soqol qo'yib o'zingni musulmonman deb hisoblaysanlar. Mana hamma joyda qizil, krasniy sena. Mana. Sellarda uyat yo'q, yana. Og'zim og'ritib yana gapiraman-da. Mana hamma joyda skidka qilib tashlagan bayramga yaqin narx qo'shmagan musulmonlar. O'zini musulmon deb sanaytirganlar. Mana ochrit bo'yapti. Shunda ham narx qo'shmagan, skidka qilib tashlagan.